Kuching yetadimi o'zi? Ha, yetadi. O'zing-chi? O'zimniki ham yetadi. Yur, olib yur tez. Qayerga qo'yish kerak edi? Mana shu yerga shekilli, janob mer aytgan joy shu yer. Mayli hozir mana men qo'ydim, sen ham qo'y shu yerga. Qochib tur, yoniga qo'yaman men. Mayli qo'ysang qo'y. Mana bo'ladimi? O, tagoy, ne'amichli bo'ldi lekin. Yorvordik, bo'ldi, ketdik, biz bo'shmiz endi, boshqa ishimiz yo'q. Bo'pti janob, unda men ketdim. Mayli, boray. Lekin qani 2 marta bu ishingni qilma. Qanaqa yomon ish qilmadim, o'zi yaxshi ish bu. Yaxshi ishing shu seni. Endi nima qilay, Jitul o'zi shunga majbur qildi. Mayli, ko'rdi, lekin agar yana shunaqa qiladigan bo'lsang, qamab qo'yishim mumkin. Mayli, qamasangiz qamang, bo'pti, ketdim. Mayli, stop, to'xta-da. Nima deysiz? Yangilik qachon? Ezvorsiz, yangilik yo'q, yangilik qilmaymiz xullas. Qalaysan, bratishka? Turibsiz, brat. Tursunali, isming Tursunali edimi? Shunaqa. Tursunxon bilan seni yomon adashtiryapman. Bor, sen yaqinda Tursunxon ham yoningga kelsa, ikkalalaring mana yerda tursa Tursunxon va Tursunali Sherali bankning himoyachilari bo'lasizlar. Xullas ketdim. Bu yerda san bilan, ya'ni sanlar bilan deganda Tursunxon ham bor vaqti sanlar derdim. Hozir bir o'zing o'sha uchun san bilan pachagalashib o'tirishga vaqtim yo'q. Borib ishlarni ko'rish kerak. Janob mer yoniga borsam hozir milliard ish buyurib tashlasa kerak, o'shaning uchun bormayman. Telefon qilib aytardiki, telefonimni sotib yuborib qutulgandim. Hech qanaqa xalaqit bermaydi menga janob mer telefon qilib endi aytgancha. Xotin uydamikan? Xotin qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? O'zi nima bo'lyapti? Nima tinchlikmi o'zi? Faqat o'tiraverasan-a? Nima qilay? Faqat sizni kutib o'tiraveraman, bo'lsa kelmaysiz, faqat ketaverasiz. To'g'ri. Stop, to'xtada, Telegramga qadar obbo, janob mer chaqiribdi. Hozir kelaman xotin. Faqat xafa bo'lma, mendan ilojim yo'q, chunki janob mer chaqirgan vaqt bormasam keyin janob mer xafa bo'ladi. Janob mer xafa bo'lsa keyin qishloqdan haydab yuborish mumkin. Ikkalamiz ham ko'chada qolamiz deyman, xotin, eshityapsanmi? Vaqti eshitmayotgan bo'lsa ham kerak. Hozircha mayli, har ehtimolga qarshi taporimni olib borayin. Agar boshqa narsa kerak bo'lsa, yana kelib boshga to'g'ri keladi-ku, lekin mayli, zato hozir taporda borsam, balki taporlik ish buyurib qoladigan bo'lsa, tapor bilan qilib yuboraman. Agar yana perka kerak bo'ladigan bo'lsa, yugurishuncha joyga yana kelib ketishimga to'g'ri keladi. Mayli, nima ham derdim men. Stop, qanaqa mashina bo'ldi? Shu nima, patinkaga o'xshaydigan mashina ekan. Mayli, janob merdan so'rayman qanaqa mashinaligini. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qalaysan, Jo'xa? Tinchmisan? Nima gaplar, yangilik bormi? Yo'q, yangilik yo'q janob mer. Yangilik qilishga qo'ymayapsiz-ku. Mayli, bo'p qolar, nima deding? Shuda. Xullas, senga bitta tako ish bor. Qanaqa tako ish? Xullas, ko'chaga chiqasan. Xullas demasdan gapirishning iloji bormi? Bor. Xullas, eshikka chiqasan. Obbo, Xo'sh, keyinchi desang bo'lmaydimi? xo'sh, keyinchi? Bitta sandiq turibdi. Bitta emas, bitta katta sandiq. Keyinchi? O'shaning ichiga qarasang, bir dunyo boyliklar bor. Iloji bo'lsa qarama. Hozir bitta qarab kelay, shoshmay turing-da. Qanaqa boylik bor ekan-a? Oho, shuncha boylikni qayerdan oldi ekan janob mer? Qayerdan oldingiz buncha boylikni? Ishing bo'lmasin. Kimniki bu? Xullas, o'g'lim bor Sherali. Xo'sh. O'shani kelajagi uchun yig'ib qo'ygandim-da. Tushunarli. Nima qilish kerak? Yozmanga nima ish buyurmoqsiz? Shu pullarni borib Sheraliga ber demasangiz bo'ldi. Yo, Sherali hali go'dak-ku, nimaga unga berishim kerak? To'g'ri. Xullas, o'shani atrofini o'rab chiqish kerak, hech kim ko'rmasligi kerak. Iloji bo'lsa, bu yerdan olib turib, o'rmonga bir joyga borib yashirib qo'ysang zo'r ish bo'lardi bu pullarni. Nimaga? Bolam katta bo'lguncha bu pullar qayerdadir saqlashib kerak, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Mayli, unda o'rmonni ichiga qayerqadir olib boraman. Mayli, mashina turibdi keyin chap tomonda, ko'rdingmi? Ko'rdim. Qanaqa mashina u? O'sha politsiyachilar olib kelganida boyliklarni mashina bilan. Shu mashinani ham qo'shib berib yuboribdi, pulga qo'shib. Zo'r-ku. O'sha mashina senga. Seriozna? Seriozna. Mayli janob mer, rahmat. Lekin qarada, yangilikka harakat qil, vobshe o'va sussan, bilmayman, harakat qilmayapsanmi? Tepanoq qo'ymayapsiz. Bo'pti, mayli, hozir ishlarni ko'ray, keyin balki harakat qilarman. Zo'r bo'lardi harakat qilsang. Men ham jiyanli bo'lardim yoki nevaralimi? Nevarali bo'lasiz. Qarisiz-ku, qanday jiyanli bo'lardingiz? Men jiyanli bo'lganman-ku. To'g'ri. Obunachilaring ham jiyanli bo'lardi bahorada. To'g'ri aytasiz. Bo'pti, mayli. Hozir birinchi o'rinda ishlar hal qilib yuborish kerak. Buni bu yerdan olib turib, o'rmon ichiga borib tashlayman. Chunki bu yerda turadigan bo'lsa xavfli yoki g'irt boshqa joy topish kerak. Bitta sirliroq joy topib olsam, o'sha sirli joyga borib qo'ysam bo'ladi. Hozir inventarimda tursa, JTlar ko'raman uchun olib qo'yaman, o'shaning uchun ham. Mana bagaj yo'qmikan, mana mashina bagajga solib qo'ysam. Obbo, bagaj yo'q. Eshigi qanday yopiladi buni? Eshigini yopish kerak. Mana teknologiya-ku.
qandaysiga bunday yopildi, aylanib yopildi. Ko'rdinglarmi obunachilar? Mana bu buni eshigi yonga ochilar ekan, mayli zo'r mashinaga o'xshayapti, lekin bor roli narigi tomonda ekanki, buni bu tomonni yopib qo'yamiz. Huxti sekin yopilar ekan. Atak ovoz takoy ekan, lekin bor ochamiz sekingina. Huxti dahshat bor. Look before wrecking. Obbo benzin yo'q ekan, bor benzin olib kelish kerak endi bunga. Shu любой qishlog'imizga kelgan mashinalarda benzin bo'lmaydi har doim. Bilmayman nimaga bunaqa. Qanaqadir SMS keldi. Lekin telefonim yo'q meni. Mayli telefonim bo'lmasa SMS ga yotibdi. Aytgancha naushnik yo'gandim esinglarda bo'lsa agar, yo sizlar eslolmaysizlar, chunki sizlar aytganim yo'q naushnik yo'ganim haqida. Quloqimni ichida turibdi-yu, endi quloqimni qanday ko'rsataman bilmayman. Quloqimni ko'rsata olmayman, to'g'rimi? 3 olsa yetadi shekilli. Xo'p, hozir sirrazib boraman. Keyin esa benzinni qo'yib turib boyliklar yashirib kelaman. Qanaqa SMS kelgani, qanday ochsam bo'larkin? Quloqchindan ochib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Mana adashmasam qanaqadir narsa zakaz qilgandim, o'sha zakazim yetib kelganga o'xshayapti. Rostdan ham yetib kelganga o'xshayapti, rostdan ham. Chunki faqat o'sha narsadan SMS keladi. Boshqa narsadan menga SMS kelmasdi. O'qdi, issiq kunda aylanadigan farragi bor ekan. Uni qanday yoqsa bo'ladi? Qanday aylantirsam bo'ladi? Knopkani bosish kerak ekan, qaysidir knopkani. Mana qanday knopka? Bu eshik ekan, eshik ochadigan knopka ekan. Buni yopamiz. Qayerda qaysi knopka buni ishga tushirar ekan? Shu knopkalardan birortasi ishga tushirsa kerak, xoyna-xoy. Yo'q, ishga tushirmasa hech qaysi. Bo'ldi, qarochi, uni ishga tushirib o'tirmayman. Astagina bu yerdan burib, birinchi bor uyimdan kirka-perkalarni olib olishim kerak, belkurak bilan kirkani, sababi o'rmonning ichiga olib boradigan bo'lsam, quri taporda o'zi yetmaydi. Boshqa narsalar ham kerak. Yo'q, dahshat mashina ekan-ku. Vobshe yorvar ishini ekan. Qarochi, bu yerda aytayapti, look before backing, ya'ni orqaga qarab before degani avval degani adashmasam, before oldin degani. Oldin orqaga qarang deyapti nimagadir. Bilmayman nimaga oldin orqaga qarashni aytayapti. Keyin orqaga qarasa bo'lmasmikan? Shu yerdan tushirib ketmasam o'zi boshqa yo'l yo'q ekan bu yerdan. Xo'p, mana shu yerdan to'g'ri haydab borsam, lekin juda ham rosa qiynalib haydalar ekan. Chunki bu o'zi yuk tashiydigan ham, odam minadigan ham mashina emas. Shunchaki bu ikki kishi o'tirib ketadigan, mazza qilib mashina ekan. Kakras xotinim ikkalamiz uchun mos mashina ekan. Orqasida ham keng joyi bor ekan. Bemalol orqasida sayohatga chiqqan vaqt yotsa bo'lar ekan, orqasida yashasa bo'lar ekan bemalol. Nima deysizlar? Xotinim bilan o'rmonga dam olishga chiqaylikmi ekan? O'rmonga ham любой joyga farqi yo'q, qayoqqa bo'lsa ham, orqasida kengina joy bor. Qaranglar, mana hozir ko'rsataman. Ochil sim. Mana uni bosish kerak ekan. Qaysini bosish kerak ekan? Ochilsang bo'lardi. Mana bu tomonni bosish kerak ekan. Mana akalar ko'rasizlar, ichi kengina, lekin nimadir men sig'mayapman. Hop, ana sig'dim. Ichida bemalol yotsam bo'lar ekan. Qaranglar, rostdan ham takoy mashina ekan, lekin bo'ldi, buni yopib qo'yamiz endi. Qanday yopilardi? Mana bunisi ekan tugmani, bunisi emas ekan. Uyimdan tezroq kirib, asbob uskunalarimni olib chiqib turib, janob merdi boyligini borib yashirib kelang. Ishim ko'p-da, nima qilay? Akalar, ulgurmayapman ishlarga. Eng katta ishim mana bu yerda kutib o'tiribdi xotinim. Unga vashshe ulgurish yo'q. Xo'p, kirka belkurayda olamiz. Buni ikkalasini ham to'xtaylar-da, nima asosiy inventarga tushmadi. Kirkaki vashshe tushmayapti. Bo'ldi, endi tushdi. Birinchi o'rinda bizga daraxt, tosh, bo'sh ko'p narsa kerak. Bitta podvalcha ochaman o'rmonning ichidan qayerdandir. O'sha podvalchaga ko'mib kelaman keyin. Bankka qo'yib qo'ysa bo'lmasmikin, janob mer? Yoki bankka qo'ysa bo'lmaydimi? Rostdan ham bo'lmasligi mumkin. Bilmadim. Xullas bankka qo'ysa, lekin menimcha zo'r bo'lardi. Texnologiya. Xo'p, endi asta-asta haydaymiz. Lekin rostdan ham bank qulaydimi deymanda, Sherali bank. Kakras o'g'lining nomida turibdi janob merda. Lekin janob mer bilmadim, bankka qo'yishni xohlamadi shekilli yoki xavflimikan, yo xavfli, qanaqasiga xavfli bo'lishi mumkin. Navorot yaxshi-ku, bankka qo'yib qo'ysa yaxshi turmaydimi desam, yo'q deydimi, bilmayman. Hali javobini aytgan yo'q janob mer. Menimcha rostdan ham xavfli bo'lsa kerak. O'shaning uchun meni ancha vaqtdan beri pul qo'yganim yo'q. Vobshe pul qo'yganim yo'q, chunki yo'qda o'sha qo'yadigan pulim. Pulim bo'lsa qo'yaman. Pulim bo'lsa olib borib xotinga beraman, xotin do'st saqlaydi-da. Mana bank, asosiy bankim meni mana shu. Xotin bank meni bankim. Buni mana shu yerga ko'mib ketsam g'alati teshik ekan bu yerdagi teshik. Mayli. Hozir mana yerda bitta katta qilib ochib olaman birinchi o'rinda, chunki ichkariga qanaqadir bunkermi, shunga o'xshash qanaqadir narsa qurish kerak. Xo'p, ochamiz. Chotga ochildi. Endi bu yerda qazib ketaveraman. Shaxta bor ekan-ku. Shaxta biz ishimizni beliga tepadi, lekin realni, chunki shaxta bo'lsa u xalaqit beradi degani bu degani. O'shaning uchun boshqa joy topamiz hozir. Mana bu yerdan bitta chiroyli qilib omborxona ochsak, lekin u takoy normalliy deya bo'ladi.
yaxshiyam kirkamni olib kelibman, bu yerda tosh bor ekan. Kakras o'zi toshli shaxta bo'ladigan bo'lsa, toshli ombor bo'ladigan bo'lsa, hech kim kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. O'zi kirgan odam chiqa olmasligi kerak, chiqqan odam qaytib kira olmasligi kerak. Yo'q, qaytib kirish kerak. Faqat pul olib ketish uchun janob o'zi kirib kelish kerak. Obbo, bu ham shaxtaga kirib ketdi-yu. Shaxta emas, joy yo'qmikan birorta? Mana shu yerdan qarorchi pastga qarab qaziymanmi? Narsalar o'zimdanmi? Ha, o'zimda ekan. Yana mashinada qoldirib kelgan bo'lsam, yana borib kelishimga to'g'ri kelib qolmasin. Yo'q, borib kelishimga to'g'ri kelmasa kerak endi. Okey va yana bir qator normalni. Endi bu tomonga qaratib qo'yamiz. Okey va yana bitta okey. Menimcha bundan zo'ri vashchi bo'lmasa kerak, bir qator ochar ekanman. O'ylab qarasam, bo'ldi normalni. Endi bu yerga sandiqni olamiz. Ikkita sandiqni qo'yamiz. Ichiga mana boyliklarni shunoq bir qator qilib taxlab tashlasam, endi olmoslar va oltin qo'yib yuboribman. Oltin bu yoqqa o'tib turib olmos qo'yamiz birinchi, keyin oltinlar taxlayman. Mana u ikki qator bo'lar ekan. Mana shu benzin idishlarni ham shu yerda qoldirib ketayin. Hozircha kerak emas. Qaranglar. Birinchi o'rinda bu yerda to'liq yopamiz. Bu yerda ham yopamiz. Endi bu yog'iga narvon qo'ysammikan, o'zida qilib yopib ketaymi? O'zida qilib yopib ketaman, lekin topish qiyin bo'ladi keyin. Qanday belgi qilish kerak edi bu yerni topish uchun. Qanday belgi qilsam bo'lar ekan? Mana bu belgi bo'lishi mumkin. Yo'q, u belgi emas. Mana bunaqa qilamiz. Bunaqa va bunaqa qilsak-chi. Bunaqa qilsak bo'lmaydi. Bu tomonga bitta qo'yamiz, keyin bu tomonga bitta, bu tomonga bitta. Lekin bundan hamma liboy kishi ham bilib olishi mumkin-da, qizig'i. Hamma hali bilib olsa ham endi. Zato bunaqa qilib qo'ysam bilinmaydi. Yo'q, endi sal g'alatiroq bo'lib qoldi. Mayli, mana bu tomoniga bunaqa qilib qo'yamiz. Mana shu o'rtada, qarochi, o'rtani bilish uchun mana shunday va mana shunday. Janob merga bu yerda rasm tushirib ketdi desam, telefonim ham yo'q. Qanday bildirsam bo'ladi? Xaritasi bor-ku janob mer, o'sha xaritadan ko'rsataman mana shu joyda edi deb. Keyin janob mer ko'rsa biladi. Chunki janob mer butun qishlog'imizning xaritasini o'zi chizib chiqqan va qayerda nima borligini o'zi bizga aytgan va o'zi biladi xullas hammasini. O'shaning uchun janob mer topish qiyin bo'lmaydi. Bemalol topib olsa bo'ladi. Hozir mana bu mashinani olib borib garajimga joylab qo'ysam bo'larmikan? Garajga sig'amikan qizig'i? Menimcha sig'maydi-ku garajga. Agar sig'sa zo'r ish bo'lardi. Sababi ko'chada turgandan ko'ra garajda ishda turgani yaxshimi deymanda, lekin to'g'risini aytsam juda ham sekin yuradigan g'alati mashina ekan. Atak bu bilan rostdan ham dam olishgami, sayohatgami borsa, maza qilib dam olsa bo'ladigan mashina ekan. Bu mashinaga dam olinmaydi. Bu mashinani chekka qo'yib, ichiga kirib, o'tirib, yotib deganday dam olsa bo'ladi. Asta-asta haydaymiz, asta-asta. Bu yerda suv, uylar bor, do'kon bor. Bu yerlarda patang badang qilib buzib tashamay tag'in. Buzilsa keyin egalari yig'laydi. Yig'lamasa menga problema bo'ladi ortiqcha. O'zi anavi politsiyaxonaga borganimni bildinglarmi, nimaga borganimda? U bitta jeteli ozgina hazillashib qo'ydim, hazlimni noto'g'ri tushunib, o'zini borib jardan tashlab yuborgan. Yaxshi ham borib olmos ustiga tushgan, bahonada olmosni olib olgan. O'sha foyda bo'lgan naborot unga. Keyin borib politsiyaga meni so'kdi, yomon gapirdi, meni hazillashdi men bilan deb turib aytib bergan. Hayronman nimaga bunaqa qilgan. Men yaxshi gapirdim, tushirib yuborganimda ham borib olmos ustiga tushgan, bo'yib ketgan, yaxshi-ku undan ko'ra. Bo'ldi, endi mana ochamiz. Ichkariga sig'sa kerak, bosh sig'masa kerak, yo bosh sig'maydiganga o'xshayapti rostdan ham. Hozir to'xtaylik. Birinchi asta. Zavad bu, davay. Oy, davay. Obbo, benzin tugadimi deyman. Da, tugagani yaxshi. Chunki asta xalastoy bo'lib boradi-da. Yana benzin olib kelish kerak. Mayli, lekin benzin vaqti tez ketar ekan. Bu bilan sayohatga borishni bitta minus tomoni shu ekan. Atak orqaga benzin bosib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, hammasi takoy. Pakashto bor benzin olib kelib joylashtirib, keyin kiritib qo'yma. Keyin xotin bilan dam olishga boramiz.